Hurriyet Xalq tezkor xabar. Dollar kursi ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 36,46 so'mga oshdi va 11.952,10 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro kursi esa 30,12 so'mga ko'tarilib, 13.779,58 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0,98 so'mga arzonlashdi va 145,21 so'mni tashkil qilmoqda. Xitoy yuani 5,79 so'mga ko'tarilib, 1771,31 so'm etib belgilandi. Oltinning 1 grammi uchun esa narx 800 so'mga tushdi va 1,827,500 so'mni tashkil qilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.